Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Captiva 4'imiz chiroylisidan qop-qora svetidan reklama etamiz. Kimga kerak bo'lsa, Xudo xolasa kelib ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 2017-yil. Qora svetda. Hech yerinde kraskasi yo'q mashinning. Probegi 95.855 kilometr bo'lib turibdi. Mashinni bir yerinde bir sarapi ya bir qirchiq yo'q hech yerinde. Ichki salonlari ko'rishingiz mumkin. Ximchiska bo'lib tayyorlanmagan mashinamiz. Mashina egadan turibdi. Kraskalari yo'q hech yerinde mashinning. Bolalar taptoza. Ichki salonlarini hamma o'zi ishlab turibdi. Konditsioner lyuk bo'yib hamma o'zi ishlab turibdi mashinamiz. Arka bag'achini, disk sidralari joyida turibdi. Propani bor tiyindi. Propan ham yaqinda qo'yilgan. 85.000 kilometr yurgan vaqt qo'yilgan. Hali 10.000 kilometr yurdi propanda. Mashinamiz ko'p yurilmaydi. Shunday holatda turibdi mashinamiz. Bolalar toza. Ishqilib nima deydi? Ming maqtaganda foydasi yo'q. Kelib turib bir ko'rishingiz, ko'z bilan ko'rsangizlar shundan ishonch hosil bo'ladi. Motorlar ham shunday holatda. Suvda yeb yo'g'ilib hech etmagan. Shu o'zini holatida turibdi narsasi. Kraskasi yo'q hech qanday. Propan yaqinda qo'yilgan. Cho'tki sostenida turibdi mashina. Hamma soz holatda.